Endilikda siz istiqomat qiladigan ko'chaga chiqindi tashuvchi mashina qachon kelishini kutib o'tirmaysiz. Uni onlayn kuzatasiz. Toshkent shahar hokimligi hamda Transport vazirligi hamkorligida Toshkent shahrida chiqindi tashish tizimi yangi bosqichga olib chiqadi. Toza poytaxt raqamli platformasi orqali xizmatlar to'liq raqamlashtirildi. Mini ilova yordamida fuqarolar texnikaning xaritadagi harakatini kuzatishi, mahallaga kelish vaqtini oldindan bilishi va mashina yaqinlashganda avtomatik xabarnoma olishi mumkin. Tizim GPS monitoring, ma'lumotlar tahlili va aqlli xabarnomalar asosida ishlaydi. Shu orqali chiqindi tashuvchi texnikalarning harakati doimiy nazorat qilinadi. Dispetcherlik markazida jarayonlar uzluksiz kuzatib boriladi. Mini ilova esa foydalanuvchilarga kerakli ma'lumotlarni tez va sodda shaklda taqdim etadi. Shuningdek, fuqarolar ilova orqali xizmat sifatini baholashi va zarur hollarda murojaat yo'llashi ham mumkin. Tizimni raqamlashtirish chiqindi tashish xizmatini yanada ochiq, shaffof va samarali qiladi. Toza poytaxt bu qulaylik, tezkorlik va zamonaviy raqamli nazoratni birlashtirgan yangi yechim.